Sizlar uchun fayzli uy topib qo'yganman. Yunusobod 17-kvartalda 3 xonali, 4 xonaga o'tadigan 90 kvadratli do'yinli zal uyimiz topib qo'yganman. 5-etaj, 5 etajli domda. Domimiz yo'l yuzida joylashgan. Mana bu katta zal hisoblanadi. Ko'rib turganinglar, ko'rasizlarmi? Kattagina keng. Bu yerda balkoni ham bor. Keling, prixoshkani ko'rsataman. Bu kruj prixoshkasi hisoblanadi. Bu ham kvadratli ekan, kattagina. Bu yog'imiz spalni hisoblanadi. Xohlasangiz детский qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bitta xonasi hisoblanadi bu yog'imiz. Keling, bu kladovka. Bu yog'imiz koridor bo'ylab sanuzel. Ko'rib turganinglar, sanuzel razdelniy. Kelinglar mana. Ko'rpachalarni qaranglar, tashab qo'yishganmi? Hozirgi kunda domda bunaqa narsani uchratish noyob. Kamdan kam. Qushlarni ko'ryapsizlarmi? Okamni qushlarni yaxshi ko'rar ekanlar. O'zlari boqar ekanlar. Bu yoq kuxnya zonasi hisoblanadi. Shu uyimizga 79 ming start qo'yamiz. Opsiya nomerini qo'yib beramiz, telefon qilinglar.